tijorat tashkiloti pop huquqiy maslahat byurosi bosh mutaxassisi O'ktam Yashlarman. Biz Vazirlar Mahkamasi 741-sonli qaroriga asosan Davlat xizmatlari markazlari qoshida huquqiy maslahat byurolarida fuqarolarga bepul yuridik maslahatlar berib kelmoqdamiz. Undan tashqari tuman xalq deputatlar kengashi deputatlari bilan birgalikda hamda adliya bo'limi bilan hamkorlikda fuqarolar o'rtasida huquqiy maslahatlar berib, ularga bepul birlamchi huquqiy hujjatlar tayyorlab berish tadbirlarini o'tkazib kelmoqdamiz. Hozir bugun Qandoq mahallasida o'tkazdik. Qandoq mahallasiga kelgan fuqarolarga huquqiy maslahatlar berib, ularning huquqiy muammolarini hal qilish choralarini ko'rib kelmoqdamiz. Halk deputatlar Toptuman kengashi deputati Boyko'zlik maqsad bo'laman. Hozirgi kunda halk deputatlari Toptuman adliya bo'limi qo'shib tashkil qilgan madad bo'limi hamda mahalla yetkazilgani bilan birgalikda tadbirlar tashkil qilganmiz. Bundan ko'zlangan maqsad fuqarolarni huquqiy savodxonligini oshirish, mahalla yetkazilgani huquqiy savodxonligini oshirish maqsadida tadbirlar tashkil qilganmiz. Mana shu mahallalarda bir mahallaga kirib, mahalla targ'ibot tashkilot ishlarini olib bormoqdamiz. Pop tumani Qandoq mahalla fuqarolar yig'ini raisi Sarkiboy Barishevman. Bugun xalq deputatlari tuman kengashi va adliya qoshidagi madad huquqiy byurosi hamkorlikda mahallamizda aholi va xodimlarning huquqiy ongini oshirish bo'yicha tadbir o'tkazishdi. Ushbu tadbirni o'tkazishdan asosiy maqsad fuqarolar va mahalla yetkazilgan xodimlarning huquqiy va siyosiy ongini oshirishdan iborat.